Zulmat simfoniyasi yoxud vaqt asiri. Kech kuz Urganch osmonini qo'rg'oshindak og'ir, zax bulutlar qoplagan. Shahar ustida o'lik sukunat hukmron, faqat ba'zida Shovot kanalidan esayotgan izg'irin shamol daraxtlarning yalang'och shoxlarini shig'illatib, go'yo kimnidir bo'g'ayotgandek ovoz chiqarardi. Muso institutdan qaytar ekan, oyoqlari ostidagi xazonlarning shiqirlashi ham unga birovning ortidan poylab ketayotgan qadam tovushidek tuyulardi. Tuni bilan uxlolmagani uchun ko'zlari qizargan, ammo yuragidagi tushunarsiz xavotir uni sergak torttirardi. Qulog'iga qayerdandir olis o'tmish qa'ridan sizib chiqayotgandek g'amgin va mash'um bir kuy chalindi. U atrofiga alangladi. Ko'chalar bo'm-bo'sh. Faqat miltillayotgan ko'cha chiroqlari uning soyasini uzun va qo'rqinchli qilib ko'rsatardi. Uyga kiriboq o'zini pianino qarshisiga tashladi. Ichidagi g'alati tug'yonni barmoqlarga ko'chirib, oq va qora klavishlar uzra raqsga tusha boshladi. Xona ichini og'ir, havo yetishmaydigan darajada zich musiqa to'ldirdi. Shu payt deraza oynasiga kimdir tirnoqlari bilan tirnagandek chirq-chirq etgan tovush eshitildi. Oradan sovuq, go'yo go'rdan chiqqan nafasdek pichirlash keldi. Bu ohangni to'xtat yoki abadiy biz bilan qol. Musoning tomirlarida qoni muzlab qoldi. U keskin ortga o'girildi. Xona bo'sh, faqat pardalar shamol bo'lmasa ham harakatlanardi. Qo'rquvdan qaltirab, yana pianinoga qaradi. Shu lahzada devordagi qadimiy soatning millari aqldan ozgandek teskari aylana boshladi. Soat ichidan qon sizib chiqa boshladi. Muso qichqirmoqchi bo'ldi, ammo ovozi bo'g'zida qotib, zulmat qa'riga singib ketdi. Ko'zini ochganda dimog'iga chirigan yog'och va nam tuproq hidi urildi. U endi o'z uyida emas, balki 2 asr avvalgi Xiva xonligi davridagi Urganchning tor va loy ko'chalarida yotardi. Atrof qop-qorong'i, faqat xira fonuslar sharpalarni yoritgandek edi. Odamlar o'tib borardi, lekin ularning yuzlari yo'q. Yuzlari o'rnida qora bo'shliq bor edi. Qo'lida esa teriga o'xshash g'alati, qog'ozga o'xshagan nota daftari turardi. Siyoh o'rniga qon bilan yozilgandek ko'ringan bu notalar unga tanish edi. Tepadagi eski, qiyshagan peshtaxtada chang bosgan yozuv ko'rinardi. Aminbayev, ruhlar musiqasi. Musoning yuragi qinidan chiqayotgandek urardi. Bu familiya uning shajarasidagi qaysidir unutib yuborgan, la'natlangan ajdodiga tegishli ekanligini ich-ichidan his etardi. Titroq qo'llari bilan daftarni ochdi. Birinchi notani xayolida o'qishdanoq atrofidagi yuzsiz odamlar to'xtab, bir vaqtning o'zida unga o'girilishdi. Shu payt zulmat ichidan uzun choponli, ko'zlari o'rnida olov yonib turgan qariya paydo bo'ldi. Uning ovozi minglab odamlarning faryodidek yangrardi. Sen xato qilding, o'g'lim. Muso ortiga chekinmoqchi bo'ldi, ammo oyoqlari yerga yopishib qolgandek edi. Siz kimsiz? Dedi titrab. Qariya yaqinlashdi. Uning yuzidagi ajinlar xuddi chuqurjarliklarga o'xshardi. Men Aminboyevman. Bu kuy mening jonim evaziga yozilgan shartnoma edi. Men uni tugata olmadim. Iblis meni olib ketdi. Sen esa, sen notadon, sen nodon bu eshikni qayta ochding.
Men buni xohlamadim, deb baqirdi Muso. Endi kech, dedi chol sovuq tabassum bilan. Kuyni oxirigacha yetkaz. Agar nota uzilsa, sen ham shu kulrang devorlar orasida mangu sharpalarga aylanasan. Vaqt seni kutyapti. Muso chorasiz qoldi. U ko'z oldida paydo bo'lgan eski pianino oldiga o'tirdi. Klavishlari oppoq suyaklardan yasalgan edi. U chala boshladi. Har bir bosganida barmoqlaridan qon sachrab, tugmachalar qizil tusga kirardi. Og'riq dahshatli edi. Lekin to'xtash o'lim degani. Ohang avjiga chiqqanda eski shahar parcha-parcha bo'lib quladi. Yuzsiz odamlar changga aylandi. Aminboyevning sharpasi esa havoga singib ketayotgan chog'ida so'nggi bor shivirladi. Endi bu yuk seniki. Muso so'nggi akkordni bosdi va og'riqdan hushini yo'qotdi. Muso o'ziga kelganda o'z xonasida pianino ustida yotardi. Devordagi soat tungi 12:13 ni ko'rsatardi. Go'yo hammasi dahshatli tushdek. U yengil tin oldi va o'rnidan turmoqchi bo'ldi. Lekin qo'llariga qarab qotib qoldi. Barmoqlari kuygan. Barmoqlari ostida qurigan qon izi bor edi. Pianino ustida esa o'sha sarg'aygan inson terisiga o'xshash muqovali nota daftari turardi. Daftarning so'nggi sahifasida yangi yozuv paydo bo'lgandi. Ikkinchi ijrochi Muso. Muddat tugallanmagan. Muso endi tushundi. U qutulmadi. U shunchaki navbatdagi qurbon edi. Va endi bu ohang uni qabrga qadar ta'qib qilardi.